korrupsiya bilan umuman kurashishi hech qanaqa variant yo'q. Meni o'zimni fikrim bo'yicha hech qanaqa variant qoldirmadi. Nimaga deganda, men sizlarga aytaman. Mana qo'limda bitta xat turibdi. Mana xat turibdi. Prezidentga yozganman. O'zbekistonga masha ixtiro bo'yicha 3 milliarddan 8 milliardgacha yilga pul keladi deb. Shundan oldin Moliya vazirligiga, Iqtisodiyot vazirligiga, Innovatsiya vazirligiga ancha vazirlarga borganman. Birortasi qo'liga urgani yo'q. Nimaga deganda bularga bu O'zbekistonning rivojlanishi kerak emas. Bular hozir juda yaxshi joyda o'tirishibdi. Ikkinchi tag'in bir gapiradigan gapim, bitta bu hukumatni o'zida emas, bu hukumatning atrofidagi tashkilotlarda ham gazay olib ketdi bu. Mana kitob, mani otamni 100 yoshlilarga chiqazdim. O'zimning harakatim bilan o'shaning uchun aytmoqman. Yigitlar, qizlar, sizlar peshqadam bo'lmasanglar, elita bo'lmasa, u yoqdan kutishni foydasi yo'q. U yoqqa kerak emas sizlar.